Pechkaga o't yoqishda doim go'zapoyadan foydalanar edim. 5 kun avval go'zapayamiz tugab qolib, tutashtirish biram qiyin bo'ldi. Yarim soatgacha uyni tutatib o'tirdim. Oxiri chidamasdan dadamga 20 bok go'zapaya oldirib oldim. Buni ham yarmi quruq, yarmi ho'l ekan. Shular bilan amallab bahorga yetib olsak, bu yil katta naves qilib, go'zapoyasi bormi, beda presi bormi, bosib qo'yish niyatimiz bor. O'tgan yili navesimiz yo'q bo'lib, shunaqa narsalar ola olmagan edik. Videoda yarmidan sizlar yoqtirgan rubrika bo'ladi, ya'ni hovli supurish. Eshik supurgan videolaringizni tezlashtirilgan variantdagilaridan ko'proq qo'ying deb yozishadi. Bu formatdagi videolarim o'zimga ham yoqadi. Tayyor qo'yganimdan keyin qayta ko'rib o'tiraman, lekin hozir qish bo'lganligi sababli eshiklarni kam supuryapman. Asosiy ishim pechkaga o't yoqish bo'lib qoldi. Go'zapaya oldik deb istoriyaga qo'yganimda narxini so'raganlar ham bo'pti. Donasini 6000 dan oldik. Sizlar tarafda bu qanchadan kommentariyaga yozib ketinglar.